shu burchakka tushib, devor tagiga kirib olishimiz mumkin. Bu yerda faqat o'tirib yuriladi. Keyin odamlarni otsak ham bo'ladi. Mana bu yerdan chiqmoqchi bo'lsak, osongina yurib chiqaveramiz. Oson. Ikkinchi tryukimiz esa mana buni uyda oldiga US'da ana shundoq qilib joylashtirib, US tomon yurib, sakrashni bosib turamiz. Shunda uydachaga kirib olishimiz mumkin, ikkinchi etajiga. Shunday qilib dushmanlarga hujum bersak bo'ladi. Mana uchinchi tryukda mana biz buni ustiga chiqib, bemalol karyakda yoki motor olib, seksiyamiz bo'lsa albatta tepadan turib otishimiz mumkin. Pastda yurgan odamlar unchalik e'tibor berishmaydi tepaga. Bemalol bu yerda o'tirib kemping qilsak bo'ladi. To'rtinchi tryukimiz Golden Woods'da bo'ladi. Mana biz ana shunaqa angarni oldiga kelib, mana shu tryuklarni oldiga kelib, mana traktorlarni oldiga kelib, ustiga chiqib, shu angarni tepasiga chiqib olishimiz mumkin. Mana bu yerdan bemalol atrofni qaytib ko'rib, otib, maza qilib turishsa bo'ladi. Yana ana shunga o'xshagan uylarda eshigini ichkari tomonga ochib, mana bundoq qilib eshigini ustiga chiqib olishimiz mumkin. Bu yerda ham yaxshigina kemping qilsak bo'ladi. 2 kishi sig'ishi mumkin. Mana bu kichikroq uyda mana shu eshigini ustiga chiqib olsak, bu yerda sal boshqacharoq holat bo'ladi. Mana tashqarini biroz ko'rish mumkin. Hozirchaga tryuklarimiz va layfhaklarimiz shulardan iborat. Keyingi safar ko'rishguncha